taklif qilsak bo'ladimi? Keyingisi yana bitta krug sizlarga. Mana krugimiz katta bo'lib ketyapti. Do'st, dugonalar. Do'stlar deb yozay, erkak, ayollar ham bor bu yerda endi. Mana Dilnoz opam do'st, mana Dilafruz opam do'st, Firuz opamga olib kelib yaxshi ish qilibdilarmi sizlarni? Shunaqa zo'r joyga. Endi Firuz opam umri uzoq, o'zi shuni qaratilmay garaymiz. Undan battar yosharib ketasiz. Duolaringiz bilan. Yirgichli energiyalarga judayam. Bizlarni shalpaytirib shu bozorda lalilarga aylantirib keldilar. Undan chiqib boshqa bozorga aylantirib keldilar. Kelgandan keyin biz shalpayib qoldik. Chiqib yana bitta lalilarni aylantirib kelaylik dedilar. Bo'lmayman dedim. Shunchalik energichni yana sakrab qo'yadilar. Anoni ko'chasi qanaqa turkiyalik? Mana bunaqa chiqurasiz, mana bunaqa. Yana tosh. Shunchalik mana 10,000, 15,000 kilometr yuramiz. O'zi mashinada bunda har kuni rejimim ko'rsam 1000 kilometr yurar ekanman. U yerda 15,000, 20,000 yurg'izdi biz. Ko'rasizlarmi? 300 ta chiqadi mashinalar yozganlar. Yozib oldinglarmi? 300 ta. Ana endi men kimga taklif qilaman deb o'tirmaysizlar. Mana men bu joyda o'sha ro'yxatda yozilgan. Mana ro'yxat qilish kitobda o'qiysizlar. Ro'yxat qanday yoziladi hammasi. Mana shundan o'zi sizni ishingiz ko'payib ketadi. Kimni ishga taklif qilmoqchi bo'lib yuruvdinglarga. Endi bularni ro'yxatga yozasizlarda birinchi sizni yaxshi birga bir qilganlaringizdan taklif qilishni boshlaysiz. Oilada Mahmudaga qilasiz, Shahzoda opamga qilasiz, Komolaga qilasiz. Shu mahsulotlar Komol opam uncha yoqtirmayapti. Komol opammidilar kichkina chiroyli singlingiz. Navorot mahsulot yaxshi. Yo'q, qanaqadir baribir anaqa kirisholmayapti. Ha, kirisholmayapti. Odamlarni jalb qilishga kirisholmayapti. O'zi chiroyli. Mahsulot anaqa kirisholmayapti. O'zi boshqa shunaqa bo'ladi. U o'shaqa kompleksniroq. Ha, lekin ular hozir kelishadi, do'kon tushadi. Do'kon